Assalomu alaykum yana bir bor. Boshlayvering, gap. Biz hozir nimani ko'rsatmoqchimiz? Biz hozir maktabimizning ekologik holatini ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni bizning hudud. Bizning maktab oddiy maktab emas, bu ekoskol. Bizda ekologik yomg'ir suvidan foydalanish tizimi va qat'iy ishlash burchagi mavjud. Siz esa buni hududimizning geolokatsion ko'rinishidan ham bilib olishingiz mumkin. Mikrofonni yaqinroq gapiring. Bizga berilayotgan yashash imkoniyatlaridan tabiatni asrashga qanday hissa qo'shayotganini bilmoqchimisiz? Unda e'tibor bering. Bizning hududimizning ekologik holatini geolokatsion ko'rinishda ham bilib olishingiz mumkin. Ya'ni bizning maktabimizda daraxtlar ko'pligi geolokatsion ko'rinishda ham bilinib turadi. Bizning hududimizning ekologik holati bu biz uchun muhim. Albatta, maktabimizda issiqxona qurilib berildi. 2022-yilning oktyabr sanasida maktabimizga issiqxona qurilib berildi va sardorlar tomonidan ko'katlar, sabzavotlar ekildi va uni hozirda parvarish qilinib borilmoqda. Biz atrof muhitni toza saqlab, barcha axlatlarni maxsus idishlarga tashlab, yashash muhitimizni yaxshilashga harakat qilamiz. Bu uchun bizda alohida musor baklar mavjud va ularni axlatni biz chiqindilarni bo'lib tashlaymiz. Va bizda bu uchun reja bor, ya'ni kelajakda mana shu chiqindi turlarini ajratish bo'yicha ko'paytirmoqchimiz. Nimaga? Ya'ni qayta ishlash samaradorligini oshirish uchun. Это наша школа. Наша школа не просто школа, а эко-школа. У нас есть экологический сад, система использования дождевой воды и уголок переработки. Хотите узнать больше о нашей школе? Тогда обратите внимание на экран. 私たちの133番学校の生徒です。地域の環境はとっても大切です。Our school is not just ordinary school. Our school is an eco school. We have several trees and we have also garden. If you know other things, then pay attention, please. Biz bu loyihaga 5-sinfdan 11-sinfgacha o'quvchilarni jalb qilganmiz. Bizga daraxt ekish va gullarni parvarish qilish odatiy holga aylanib qolgan. Suv hayot manbai hisoblanadi va shuni hisobga olgan holda biz yomg'ir suvlarini yig'ib, ulardan o'simliklar chiqarishda foydalanamiz va bu bizga oqova suvlarni tejash imkoniyatini yaratadi. Yana bizning maktabda tomchilab sug'orish tizimi o'rnatilgan. Bizning maktabda qayta ishlash burchagi mavjud va bu burchakdan chiqqan organik va plastik chiqindilarni ajratib, o'zimizning ekologik loyihalarimizga ishlatamiz. Ekologik tadbirlar va mukofotlarga keladigan bo'lsak, maktabimizda ko'p zakovat, eko aksiyalar va loyihalar bo'lib o'tadi. Bunda biz o'quvchilar faol qatnashib, yaxshi o'rinlarni egallaganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.